Aka, Sardorni umsimga tegib qo'ydi. Adi, Xo'p? ovqating tayyormi? Yo'q, hali ulgurmagandim. Ovqat tayyorlab qo'y deganmidim. Nimaga tayyorlamading? Tayyorlagin deganmidim. Ha qizim, bu nima hol? Ada, kuyovingiz yana urib haydab yubordi. Yana issiqligim boshlabdi-da. Mayli, kir uyga. Bu narsa qachongacha davom etar ekan-a? Ada, bu narsaga oddiy qarab bo'lmaydi. Hozir men boraman kuyovingiz oldiga, ko'cha temada o'zim gaplashib qo'yaman. O'zing yig'ishtirib ol sal. Ramkasiga tushirib qo'yaman hozir. O'zing yig'ishtirib ol bala. Ha, seni? Ne yig'layapsan? Tinchlikmi? Aka, Sardorni umsimga tegib qo'ydi. Nima? Toming joyidamisan? O'ylab gapiryapsanmi? Aka, kinoimga qilayotgan ishlaringiz balki qaytar dunyomandan qaytmoqdimikin? Ha, nimaga keldingiz? Opangizni chaqir. Singlingiz kamlik qildimi? Aka, Sardorni umsimga tegib qo'ydi. Senga nima qilding? Qo'lingizni torting. Singlingiz hech narsa qilganim yo'q. Biz hammasini rejalashtirgandik. Buning ismi Sardor. Sardor sizni nomusingizga tegan bo'ladi. Shuni akangizga ozgincha rol o'ynab ko'rsatib berishingiz kerak. Uzr qaynim. Uzr. Qizishib ketdim. Opangizni chaqirib bering. Yaxshi niyatda keldim. Biz ketaylik. Hozir chaqiraman. Voy, yana yutqazdimmi? Nima bo'ldi? Yana yutqizib qo'ydim, boru. Men senga necha marta aytdim, mana shu harom odatlaringni tashladim. Bo'ldi, gapiravermay, o'zi yetib turibdi mana buni o'zi. Necha pulga yutqazding? $1000 ga. Pul berib tur undan ko'ra. Yo'q, senga bermayman. Berib turdim amma. Qachon qaytarasan? Kechgacha. Ber bo'ldi. Uyni sotib bo'lsa ham beraman. Hech pul bo'pti. 1000. Ber. Kechqurun olaman. Voy, yana yutqazdimmi? Kechqurunga berishim kerak edi-yu. Ay, nima qilaman endi? Bor yo'qoley. Temalaring menga. Voy, telefon qilishini qaranglar. Pulini yutqizib yuborganman-u. Nima deyman endi bunga? Abduazim? Ha, Abduazim? O'rtoq, yaxshimi? Nima, telefoningni olmoqchisan? Telefonni olib nima ham dirdim. Kecha o'zi yutqizib qo'yganman qimorda yana. Men senga aytdim, men kechqurun pulni olib ketaman degandim. O'rtoq, hammadan qarz bo'lib ketganman. Ertaga kechgacha kutib turgin, beraveraman o'sha pulni. Qara lekin ertadan qolmasin. Bo'ldi o'rtoq, ertaga beraman. Akajon, ukangiz qanaqadir telefondagi pulli o'yinlarga aralashib, ancha qarzga botib qolganlar. Qanchadan qancha tillalarimizni ham sotib yubordilar. Ukangiz ahvollari og'ir. Bizga yordam bermasangiz bo'lmaydi, akajon. O'zi qayerda? Bilmasam, ko'chaga chiqib ketgan bo'ylarcha hali kelgani yo'q. Aka, bu nima ahvol bu? Jonimga tegib ketdingiz-ku, qachon ketasiz o'zi? Abduazim aka, akajon meni jonimga tegib ketdilar. Bundoq bemalol yoyilib yashayolmadim. Qachongacha bunaqa yashash mumkin? O'lsin 3 kun turaman deb 3 oydan beri shotdilar. Meni ham jonimga tegib ketdi to'g'risi. Uylariga qanaqa ketkazishni bilmay yotibman. Uylari ham yo'q kamiga. Hozir kirib gaplashaman, ketkizib yuboraman. Qatga borsalar, boshimni ortmasinlar meni. Aka, bu nima ahvol bu? Jonimga tegib ketdingiz-ku, qachon ketasiz o'zi? Kelingizdan bemalol ish qila olmayapti hovlida. Sigaret chakib o'tirasizmi? Qachon ketasiz? Qachon? O'zingni bos. O'zimni bosib olganmanmi? Siz kelib meni uyimga o'tirib olganmisiz? Chiqib keting boring. Qayerdan hovli topsangiz toping. Nima bo'ldi sizga? Men rozi bo'lsin desang, ukangni yolg'iz qoldirmaysan. Ota suv iching, ota. Erta bo'lsin, chiqib ketaman uka. O'rtoq, ukam uyiga tez yetib kelgan. Maslahatli ish bor edi. Ha, o'rtoq, tinchlikmi, nima gap? O'rtoq, ukam uyiga sig'may qoldim. O'rtoq, sen ukang uchun uyini sotib berganding-ku, bu nimasi? Hayot shunaqa ekan, o'rtoq. Menda kvartiram hozir bo'sh turibdi, o'rtoq. Bola-chaqangni olib kelganda bo'lmasam o'sha yerda turib turinglar. O'zi shuni so'ramoqchi edim o'rtoq sendan. Rahmat.